Bugun bizneslar ikkita guruhga bo'linyapti. Birinchisi bu AI haqida gapiryapti turgan bizneslar, ikkinchisi ular real hayotda shularni hayotga tatbiq qilyapti turgan bizneslar. Ular nima qilyapti? AI bilan o'zini xarajatini qisqartiryapti, mijozga tezroq javob beryapti, sotuvini kuchaytiryapti, menejerlarni nima desam bo'ladi, salohiyatini oshiryapti. Faqat buni eng xavfli joyi shu yerdaki, siz AI ishlatmasangiz ham raqobatchingiz ishlatyapti. U sizdan aqlliroq bo'lganligi uchun emas, tizimi tezroq bo'lganligi uchun keyinchalik yutib ketish ehtimoli, ya'ni baland. Bu videoda ham men sizga AI haqida nazariya emas, balki biznesda pulga aylanadigan 8 ta aniq amaliy yo'nalishni ko'rsatmoqchiman. Bundan tashqari o'zimning tajribam bilan ham bo'lishaman. McKinsey'da bitta oxirgi eng tadqiqotiga ko'ra, kompaniyalarda 88% kamida bitta biznes funksiyasida AI dan foydalanyapti. Ya'ni oxirgi ilmiy izlanish natijasiga ko'ra. Lekin muammo shundaki, hamma AI ishlatyapti, lekin hamma undan ham pul qilyapti turgani yo'q yoki undan samarali mehnat qilyapti turgani yo'q. Farq nimada deydigan bo'lsangiz, bu prompt yozishda emas, qaysi modelda ishlatishda ham emas. Farq bu o'sha flowda, ya'ni workflow, jarayonda. AI alohida misol uchun o'yinchoq bo'lib, undan nimadir yaratmoqchi bo'lsangiz, rasmmi yoki bo'lmasa qanaqadir matn generatsiya qilasizmi, farqi yo'q. Bu nima desam bo'ladi? Bunaqagida sizni o'zingizni vaqtingizni yeb qo'yadi. Agar AI deb biznes jarayonga ulamoqchi bo'lsangiz, ana undagina bu sizni pulingizni tejaydi yoki bo'lmasa pulingizni nima desam bo'ladi, ko'paytiradi. Bugun o'zi aktual savol qanaqangi bo'lishi kerak desangiz, bu AI bilan nima qilsam bo'ladi emas, savol biznesimdagi qaysi jarayonni har kuni nima desam bo'ladi, takrorlanadigan jarayonlar o'sha meni pulimni yeyapti. Aynan mana shu joydagina qaysi joyda AI da ishlatishim kerak degan savolga biz yechim qidirishimiz kerak biz aslida. Ko'pchilik tadbirkorlar AI da noto'g'ri joydan boshlaydi. Ya'ni ular AI deganda bu Instagramga kontent yaratish kerak ekan deb o'ylaydi, YouTube'ga thumbnail yaratish kerak, rasm generatsiya qilish yoki mesela menga 10 ta g'oya ber, haligi bitta hindlarda mem chiqadi, ChatGPT menga 45 ta unaqa ber, ideya ber, hamma zo'r tezboy bo'lib ketay, bir nima degan. Xuddi shunaqangi qilib ishlatishga haligi ko'pchilik moslashib qolgan. Bu yomon emas, lekin bu o'sha ishlatishda eng past darajasi. Agar sizni biznesingizda, ya'ni mijozlar javobingizni kutib sarson bo'layotib turgan bo'lsa, sotuvchilar xohlagan mijoz bilan bog'lanadi, xohlagan bilan bog'lanmayotib turgan bo'lsa, omborda ostatkangiz toshib yotgan bo'lsa, kuryerlar misol uchun logistikangizni vaqti bir-biridan 50 marta farq qilsa, bunaqangi paytda qanaqadir rasm generatsiya qilib AI dan foydalanish to'g'risi men uchun absurd. Ya'ni AI faqat kontent yozish uchun emas, u takrorlanadigan qarorlarni tezlashtirish yoki ma'lumotlarni tartibga solishi yoki xodimlaringiz salohiyatini oshirish uchun o'zi aslida ishlash kerak. AI da biznesda ishlatish formulasi o'zi aslida juda ham oddiy. Bu data, ya'ni ma'lumot, keyin workflow, ya'ni jarayoni, va ana shu yerda undan keyin AI kerak bo'ladi bizga va oxirida inson nazorati va bularning hammasi sizga foydani olib kelishi kerak. Ma'lumot, data, ya'ni bu sizdagi mijozlar, savdo, so'rovlar, ombor, xarajatlar, qisqasi nimaiki ma'lumot bo'lsa biznesingiz haqida, mana shularning hammasi data hisoblanadi. Jarayon bu o'sha ma'lumotlar qatdan-qatga o'tishi. AI shu jarayonda ichida qaror chiqaradi, ya'ni saralaydi, yozadi, nimanidir prognoz qilishi mumkin va oxirida inson nazorati bo'lgandan keyin siz nima desam bo'ladi, muhim qarorni oxirida o'zingiz tekshirib, qisqasi foydaga qarab yurasiz. Agar tasavvur qiling, endi ma'lumot yo'q bo'lsa, AI nima qiladi? AI taxmin qiladi. Agar jarayon yo'q bo'lsa, AI prosta shu xaosni tezlashtirib tashlaydi. Ya'ni AI nazorat yo'q bo'lsa, AI xato qilganda uni nima desam bo'ladi, kech tushunib yetasiz o'zi aslida. Xo'p, kelinglar endi real case'lar bilan gaplashamiz. Birinchi case bu hamma bizneslarda bor, ya'ni deyarli har bitta biznesda o'quv markazimi, klinikami, onlayn savdomi, restoranmi, servismi, yetkazib berish xizmatimi, hammasini
mijozlar bilan ishlash bo'limi bor. Hamma mijozlar bilan ishlaydi. Klarna bu Shvetsiya kompaniyasi, ya'ni unicorn bo'lgan startup stadiyasidan o'tib bo'ldi desak ham bo'laveradi. U o'zini AI yordamchisini ishga tushirgandan keyin 1 oy ichida 2,3 million suhbatlarni, ya'ni manage qildi, boshqardi. Bu mijozlarga xizmat nima desam bo'ladi, chatlarini 3 dan 2 qismi edi. Ya'ni umumiy bu narsa, bu ishda 700 ta xodim kerak bo'lardi bu ishni 1 oyda qilish uchun, ya'ni 2,3 millionta zvonoklarni nazorat qilish uchun. Eng qizig'i, masalani hal qilish uchun agar tirik odam ishlaganda bitta masalani yechimi o'rtacha hisobda 11 daqiqada hal bo'lgan bo'lsa, AI bilan 2 daqiqadan kamroq vaqtda hal qildi. Ya'ni takroriy murojaatlar nima desam bo'ladi, umumiy hisobda 25% kamaygan. Bu narsani O'zbekistondagi bizneslarga agar tasavvur qilib ko'ring, AI tez so'raladigan savollarga javob berib tursa, narxni tushuntirib tursa, lokatsiyani jo'natib tursa, nima desam bo'ladi, sizni mijoz, ya'ni biznesda bo'sh vaqtini tekshirib tursa, sotib olishga tayyor hamma, misol uchun hot leadlar bor, misol uchun cold leadlar bor, o'sha hot leadlarni hammasini, ya'ni isigan mijozlarni sizga listini chiqarib berib tursa, bu endi уже chatbot yoki robot emas, bu nima desam bo'ladi, haligi liniyani oldida turgan bitta yaxshi operator, ya'ni ishchizga aylanib qoladi. Ko'p bizneslarda muammo so'rov kamligida emas o'zi aslida. Muammo so'rovlarda tartibsizligida. Kimdir Instagramdan yozadi, kimdir Telegramdan mahsulotingiz haqida so'raydi, kimdir primoy telefon qilib qo'ya qoladi. Bilmadim, misol uchun savdo agentligingiz yarmi ish bu narsalarni eslab qoladi yoki eslab qolmaydi. Pipedrive degan kompaniya bor, biz KPI'da o'sha CRM qurganimizda yaxshi ishlaydi, eslayman, bu kompaniya bular bizga raqobatchi sifatida qarardik bularni. Shularda AI sotuv yordamchisi savdo bosqichlari, ya'ni xodimlar faoliyatini tahlil qilib, qaysi bitimni close qilish, ya'ni yutish ehtimoli yuqori ekanligini bashorat qilishni boshladi. Ya'ni va keyingi etaplarda savdo agentlariga tushuntirib berishni boshladi. Ya'ni sotuvchi bugun kimga yozay deb o'tirmaydi, kim bilan gaplashishim kerak edi deb. AI unga qaysi mijoz bilan bugun sirasi bog'lanish kerakligi, qaysinisini oxiriga yetkazib qo'yish kerakligi, qaysi klient sovib qolishi mumkinligini oldindan aytib turadi. Ya'ni mahalliy biznesda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni AI sizni shaxsiy xabarlaringizni o'qib turib, ya'ni biznesingiznikini mijozlarni guruhga ajratadi. Tasavvur qiling, o'zi segmentlab olsa mijozlaringizni. Byudjetini so'raydi, ularni ehtiyojini aniqlaydi. Umuman xaridorlar bazasiga kiritib turib, har bitta yozgan odamda va ertalab turishingizga, misol uchun, mana shu 20 ta odamga bugun yozishing kerak deb tursa savdo agentingizga, ya'ni samaradorlik oshdi degani bu. Marketingda qanaqangi ishlaydi? Ya'ni keyingi use case'da bu bizning eng katta muammomiz, hammaga bir xil gapiramiz. Ya'ni marketingda reklama deb tushunib olganlar qanchada. Endi tasavvur qiling, misol uchun yangi mijozga ham, eski mijozga ham, narx so'ragan odamga ham, 3 marta xarid qilgan odamga ham hammaga bir xil taklif yuboraversangiz, AI nima qiladi? AI bu yerda faqat tekst generatsiya qilib o'tiradigan emas, sortirovka qilib bersin, ya'ni saralab bersin mijozlaringizni. U har bitta mijozingiz istoriyasini ko'rib tursa, oldin nima so'raganligini bilsa, nima qaysi knopkani bosganligini bemalol analiz qilaveradi. Misol uchun onlayn savdoda Mixpanelda qancha sotib olgan yoki o'sha qachon sotib buni aytdiki, har bitta mana shunaqangi guruhlarni aniqlab turib, ularni o'ziga xos, o'zini shevasida, o'ziga mos taklifni berib tursa, misol uchun qanchalik samarali savdo bo'limi uchun. O'quv markazi misolidagi qaraydigan bo'lsangiz, yangi mijozga misol uchun bepul konsultatsiya taklif qilib tursa, qisqasi marketingda kelajagi ko'proq bu post qo'yish emas, internetga har xil bir nima karuselli postlar yaratish, mana yosh bolachali maymunli videolar qilib bu narsa emas. Bu to'g'ri odamga to'g'ri vaqtda to'g'ri taklifni bera olish. Aynan mana shu narsani AI ga yuklasangiz, ya'ni biznesingiz osonlashadi o'zi aslida. Ishlab chiqarishdagi o'zi eng katta muammo qaysi desa, hamma aytadi, mana birdaniga paxt etib stanogingiz buzilib to'xtab qolsa. Keyingi use case'imiz ishlab chiqarish haqida. Ya'ni bitta uskuna to'xtab qolsa, bu ya'ni faqat ta'mirlash uchun pul ketmaydi. Zakazlaringiz kechikadi, xodimlar bekor bo'lib qoladi,
Yana mijoz norozi bo'ladi, ko'p bunaqa narsalar. Aynan McKinsey'ni ma'lumotlariga ko'ra og'ir sanoatda texnik xizmat jarayonlarini o'zi digital nima desam bo'ladi, raqamlashtirish uskunalarda ishlash vaqtini o'sha umuman shu jarayonga AI'da kirgizish 5% dan 15% ga, ya'ni uskunalarda ishlash vaqtini nima desam bo'ladi, ya'ni oshirgan. Va ularga hali maintenance mode deydi, ya'ni texnik xizmat ko'rsatishni 25% gacha kamaytirgan. Buni oddiy ma'nosi, ya'ni haligi arzon AI datchiklar, nima desam bo'ladi, vibratsiyani o'lchaydigan narsalar, harorat, shunga o'xshagan datchiklarni qo'yib turib, nima desam bo'ladi, haligi apparatingiz buzilishini oldindan bilishingiz mumkin-da, qaysidir ma'noda, ya'ni taxmin qila olishingiz mumkin. Va natijada nima desam bo'ladi, planlashtirilgan texnik xizmatni ko'rsatasiz, ya'ni apparat buzilib, firma, kompaniya nima desam bo'ladi, ishxona to'xtab qolganda emas, balki buzilishdan oldin ishqiroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar degan narsani, ya'ni amalda AI yordam berib turishi mumkin sizga. Xodim yollashda ham xuddi shunaqa, ya'ni tasavvur qiling, ayniqsa restoran, savdo, xizmat ko'rsatish, qo'ng'iroq qilish hammasida odam yollash kerak bo'ladi. IBM kompaniyasi bitta AI, ya'ni instrumentni joriy qilish orqali xodimlarini, ya'ni yangi xodimni topish, ya'ni ular vakansiya e'lon qiladi. Vakansiya e'lon qilgandan keyin e'lon qilingan vakansiyaga nima deydi, mos xodimlarni saralash uchun HR bitta qarab chiqish kerak. Endi tasavvur qiling, shu narsani AI ko'rib chiqyapti-da, savdo bo'limiga topshirgan agentni rezyumesini ochib o'tirishi shart emas. Savdo bo'limiga topshirgan rezyumenikini skip qilib yuborib turib, o'rniga misol uchun o'sha vakansiyasiga mos anaqani AI saralab bersa. Mana shu narsa ularni xarajatlarini 50% ga qisqartirgan. Ya'ni yangi kadr olishdi va yangi xodim topishni 30% gacha tezlashtirgan. Mahalliy biznesda bu juda ham oddiy ko'rinadi. Nima desam bo'ladi? Ya'ni rezyumelarni o'qiydi AI, tasavvur qiling, talabga mosligini tekshiradi, nomzodga avtomatik savollarni oldindan tayyorlab qo'yadi, suhbat vaqtini belgilaydi. Xodimlar bo'limiga oxiri sizga eng short list qilib 5-10 ta xodimni rezyumesini beradi. Lekin muhim qoida bor, ya'ni AI tanlab beradi. Oxirgi qarorni baribir odam qilish kerak, eslanglar, haligi boshida aytgan sxemam, chunki xodim yollashda tezlik kerak, lekin mas'uliyat ham kerak. Keyingi, ya'ni 7-keysimiz bu logistikada, ya'ni meni o'zim Girgitton, Rastda dastavka xizmatlarini, ya'ni o'sha yetkazib berish xizmatini ishga tushirganimda bilganman. Ya'ni bitta kuryer kuniga 20 minut yo'qotsa, bu 5 ta kuryer kuniga 100 minut degani. Ya'ni oyiga bu butun boshli ish haftasiga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni bu katta narsa. UPS kompaniyasi, bu logistika kompaniya, bilasizlar, o'zini Arion bilan UPS Nav degan sistemasini ishga tushirgan. Bular dinamik yo'l, vaqt, manzil, yuk, vaziyat o'zgarishiga qarab turib marshrutlarni boshqatdan hisoblab chizib beradi. O'zbekistonda ham bu o'sha yetkazib berish servis ustalari, har xil nima desam bo'ladi, pochta xizmatlari aynan mana shu narsalarda tasavvur qiling, AI buyurtmalarni guruhlab tursa va eng yaqin kuryerlarni o'zi tanlab tursa, menimcha o'zi ko'p dastavka kompaniyalar buni o'zi qilishsa kerak. Lekin bitta savol nima desam bo'ladi, bizni o'zi biznesimizda, ya'ni UPS darajasida tizim bormi degan savolga kelib taqaladi. Ya'ni bizda hamma ma'lumot bo'lgandan keyingina buni biz amalga joriy qilsak bo'ladi. Retail, ya'ni chakana savdoda ham o'zi aslida ikkita katta muammo bor. Birinchisi, yo tovar tugab qolishi mumkin yoki ostatkingiz qolib ketishi mumkin. Tovar tugab qolsa, ya'ni mijoz ketib qoladi, tovar ortib qolsa pul omborda yotadi. McKinsey'ni, yana o'sha McKinsey'ga qaytamiz. Ular ma'lumotiga ko'ra, umuman iste'mol mahsulotlarini biznesda ta'minot va zaxirani, ya'ni AI yordamida rejalashtirish, zastatga AI yordam bersa, umumiy daromadni 4% gacha oshishiga olib kelgan. Ya'ni ombor zaxirasi, ya'ni astatga nima qolgani 20% gacha kamaytirish mumkin ekan va ta'minot xarajatlarini o'zi 10% gacha tushirish mumkin ekan. AI bitta folbinlik qilmaydi. U
sizni qo'pol qilib aytganda savdo tarixingizni biladi, sezoningizni biladi, aksiyangizni biladi, yana qanaqangi aksiyalar o'tkazgansiz, lokatsiya, bozorning yo'nalishi, yetkazib berish vaqtlarini hammasiga bir-biriga bog'laydi va keyin qaysi tovarni qancha olib kelish, qachon tozalab, qisqasi bir necha parametrlar bilan qaror qabul qilishga yordam beradi. Ya'ni kiyim do'konimi, dorixonami, supermarketmi, nima deydi? Hammasida aynan mana shu narsalar pul degani. Va endi biz sizlar bilan nima desam bo'ladi, tadbirkorlar ko'pincha nima desam bo'ladi, pul topishni yaxshi ko'radi, lekin pulni kuzatishni yomon ko'radi. Short faktura yoki xarajat, hisobotlar, qarzlar, bular hammasi biznesda ichidan sekinlashtiradi. Ya'ni eng muhim nima desam bo'ladi, hozir 8-keysga keldik. Bu QuickBooks degan buxgalterskiy programma bor, Amerikaniki. Bilmayman, necha milliard baholansa kerak. U o'zini AI yordamchisini ishga tushirganda, AI nima deydi, yaratgan o'sha to'lov eslatmalari odamlarga eslatib turadi. Nima qilib, aynan mana shu narsalar kompaniyalarga pulni tezroq undirishga yordam bergan. Va bu narsa umumiy hisobda 45% gacha, ya'ni 5 kun oldindan odamlar pulni ya'ni yig'ib olishga kompaniyalar erishgan. Bu ya'ni buxgalterskiy решение beradigan kompaniyani o'zini mijozlariga qilgan qulayligi yordamida. Mana eng muhim qismiga ham yetib keldik. Ya'ni AI buzilgan biznesni tuzatmaydi. Ya'ni buzilishni tezlashtirib beradi. Qo'pol qilib aytganda, agar sizda mijozlar bazasi yo'q bo'lsa, tasavvur qiling. AI potensial mijozga misol uchun nimalarni qatdan yozadi. Agar sizda savdo jarayoni aniq bo'lmasa yoki AI qaysi bosqichda yaxshilab beradi-da, ya'ni haligi boshida aytgan sxemamiz hammasi to'liq bo'lishi kerak. Ya'ni omborni ma'lumotini noto'g'ri kiritib o'tirsangiz, ya'ni AI qaysi tovarni qanaqa ketishini qanaqa qilib bashorat qiladi. Ya'ni AI qo'pol qilib aytganda sehrli tayoqcha emas. Unga siz to'g'ri ma'lumotni yegizdirganingizdan keyin u sizga to'g'ri javoblarni beradi. Ya'ni agar siz xodimlaringiz jarayon to'g'ri bajarmasa, AI qog'ozdan biz AI friendly kompaniyamiz deyishingiz mumkin, lekin amalda hech narsa ishlamaydi. Shuning uchun meni o'zim asoschi sifatida yoki siz ham asoschi sifatida siz vazifangiz, men dasturchi bo'lish emas o'zi aslida. Siz vazifangiz biznesda tizim sifatida kirish qayerda bo'lyapti, chiqish qayerda bo'lyapti, qayerda pul yo'qolyapti, qayerda biz o'sha jarayonlar nima desam bo'ladi, bir-birini takrorlayapti, qaysi ma'lumot har doim bizga kerak bo'lyapti. Mana shu narsalarni aniqlab turib AI strategiyani tuzish. Chunki AI strategiya bu qaysi modelda ishlatayotgan, Opusmi, Gemini'mi yoki bo'lmasa undan boshlanmaydi AI strategiya. AI strategiya jarayonni hamma narsani ko'rib turgan deb chiroyli qilib chizib chiqishdan boshlanadi. Bugun siz AI bilan nima mumkinligini ko'rdingiz. Ya'ni mijozlarga xizmat ko'rsatishni ko'rdik, biz marketing, ishlab chiqarish, xodimlarni yollashda, logistikada, ombor moliyasida bu hamruchidan pattern. Mana o'zimda bo'lgan use case bu bitta AI kompaniya demak, tech kompaniyaga biz borib ertaga jarayonlarda misol uchun AI ni joriy qildi. Ya'ni hech kim qilishni xohlamaydi, ixtiyoriy tech kompaniyada test case'lar yozish, unit testlar yozish hech kim xohlamaydi. Biz aynan mana shu jarayonni o'zinigina joriy qilib biz bir nechta xodimning vaqtini tejab qoldik. Ya'ni ular boshqa narsaga bosh qotirishi mumkin bo'ldi. Undan tashqari jarayonlar o'zgarib ketdi. Men o'zim tech kompaniyani boshqargan yoki rahbari sifatida aytishim mumkin. Ya'ni har doim dizaynerlar, koderlarda dizaynni qilishni kutgan. AI da implementatsiya qilish natijasida, ya'ni sun'iy intellektni implementatsiya qilish natijasida koderlar, dizaynerlarni kutayotgan bo'lib qoldi. Ya'ni AI shu darajada o'zgartirib yuboryapti. Siz tasavvur qilishingiz uchun ko'pchilik lekin mana shunaqangi hozir ko'rib turgan videolarni ko'rib mana shu joyda to'xtaydi. Ha, zo'r ekan deydi, keyin nima desam bo'ladi, ertaga yana o'sha eski o'zini ishlash usuliga qaytadi. Sababi ular qayerdan boshlashni bilmaydi. Ya'ni muammo aniq. Qaysi jarayon birinchi qilish kerak, nima instrument ishlatishim kerak, qanaqangi qilib ma'lumotlar tayyorlaymanmi, xodim bu narsalarni o'zi context engineering deyiladi.
xodimlar qanaqangi ishlatilinadi, umuman olgan natijani qanaqa qilib o'lchayman degan mana shunga o'xshagan savollarga javob topish qiyin. Shu sababli biz o'zimiz offline kurs tayyorladim. Bu kursda biz AI'da nazariya sifatida emas, balki sizni biznesingizdagi haqiqiy jarayonlarda ulanadigan tizim sifatida qaraymiz va kelgan kuningizdan boshlab o'zi nimadir yasashni boshlaymiz. Bu yasash jarayonida biz umumiy AI sohasida bo'layotib turgan terminologiya, modellar, hamma narsalarni bitta ko'rib chiqamiz va o'zingiz mustaqil nimadir yarata oladigan holatga inshaalloh yetamiz. AI kelajak emas, AI bu hozir allaqachon bo'lyapti, ya'ni lekin undan foyda ko'radiganlar ya'ni juda ham kam. Agar siz AI bilan biznesingizni tizimli kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali o'sha offline kursimizga ro'yxatdan o'ting. Bu biznes egalari uchun, ya'ni biznesni egasi bilish kerak bo'lgan to'g'ri texnik joylari bo'lishi mumkin kursimiz ichida, lekin aynan biznesning egasi sifatida sizni xodimlaringiz nimaga qodirligini o'zingiz bilishingiz kerak. Bitta oddiy xodimni borsan o'rgan deb jo'natishingiz ham mumkin, lekin ishoning, u instrumentni o'rgangandan keyin siz AI nimalar qila olishi mumkinligi haqida baribir o'sha o'rtacharoq tushunchada qolib ketasiz. Ya'ni bularni texnik tarafdan tushunmaysiz. Oddiy biznesda masalan marketolog bo'lmasangiz ham marketingda taxminiy nima ish qilishini tushunasiz-ku, xuddi shunaqanga o'xshab, ya'ni biz biznes egalari uchun aslida tayyorlaganmiz bu kursni. Men nima desam bo'ladi, yozinglar, raqobatchilar chunki kutib o'tirmaydi, bozor ham kutib o'tirmaydi. Harakatsizlik ham bitta bu qaror baribir odam uchun, faqat u sizga eng qimmat qaror bo'lib qolmasin. Sizlar bilan Xurshid Marozikov bo'ldi. 1% bilim kanaliga ulaninglar. Kurs ostida nima desam bo'ladi, video ostida o'zlaring kursga bemalol yozishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.